Onalar qachon yig'laydi? Onalar uncha-munchaga yig'lamaydi. Ular farzandi uchun jonini da berishga tayyor turadi. Qachonki bag'rida gulday asragani ham uni dilini ozorlasa, ozor bersa, o'shanda u ich-ichidan yig'laydi. Bu ich-ichidan yig'lashni gunohi o'sha ozor bergan odamga juda qimmatga tushadi. Shu yoshga yetguniga qadar hayot ularni sinaydi, siltaydi, tarsakka tushiradi. Endi mukofot olib, mevamni hosilini olaman deganda ko'ngliga qaramasa, izzatini, hurmatini joyiga qo'ymay siltasa, ozor bersa, albatta dili og'riydi-da. Ertaga albatta siz ham shu yoshga yetgandagina o'sha holatni his qila olasiz va fiziologik o'zgarishlar ham ayni yoshda bo'ladi. Aziz farzandlar, onani atrofidagilar, onani borida qadrlang. Zero keyin afsus va nadomatlar iskanjasida qolmaysiz. Hammani topa olasiz, lekin onani hech qachon topa olmaysiz.